Bizdan arazlagan karis xolamiz qattiq kasal bo'lib qoptilar. Shuning uchun bugun qaynonam opalarini o'ylab karamli sho'rva qilib olib chiqib bermoqchilar. Oddiy karam emas, koreyskiy kimchiga qo'shiladigan karamni qo'shib sho'rva tayyorlamoqchilar. Oddiy karamli sho'rva bilan koreyskiy karamli sho'rvani ta'mi boshqacha bo'ladi. Suvga 2-3 ta galina blanka solib, yaxshilab qaynatib olgandan keyin soya pastasidan bir qoshiq solinadi. Soya pastasini koreyskiy magazinlardan bemalol topsangiz bo'ladi. Karam bilan ko'k piyozni maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Qaynab chiqqan suvimizga bir qoshiq maydalangan chesnok solamiz. Qurutilgan qalampirni 2 qoshiq sovursanglar ta'mi juda ham mazali bo'lib chiqadi va ozgina qo'ziqorinni ham to'g'rab sovuramiz. Qaynab chiqqan bulyonimizga karam, qo'ziqorin, ko'k piyozni solib yana bir marta qaynatib olamiz. Shu bilan sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Endi yashirincha karis xolam uyda yo'qligida sho'rvani tashlab keldik. Shuncha kundan beri biz bilan gaplashmaganiga nima qilyapti ekan deb biroz o'ylardik. Uylarida o'zlariga o'xshagan kaktus gulini o'stiryapti ekan.